Do'stlar, 9-noyabr kuni bo'lib ishlarni qisqacha tanishtirib o'tamiz. Malibu mashinasiga propan stonovka yo'q qo'yganmiz. Matiz mashinamizga propan qo'yapmiz. Hattoki Damaslarga ham propan stonovka qilib beryapmiz. Matiz mashinasiga 1.900.000 propan stonovka 35 talik, Spark mashinasiga 2.800.000 ga 4-paketli propan stonovka qilib beryapmiz. Nexus 3imizga 90 talik propan stonovka qilib beryapmiz. Narxiga keladigan bo'lsak 3.700.000 so'm bo'lyapti. Cobalt mashinamizga metan stonovka 3 million so'm 3-paketli 80 talik. Damaslarga 2.400.000 so'mga metan stonovka qilib beryapmiz. Cobalt mashinamizga 4-paketli metanni 4.200.000 so'mga stonovka qilib beryapmiz. Xizmatlar bo'yicha bemalol Smart avtogazga murojaat qilishingiz mumkin. Zapchastlarni original, sifatli 1 yil garantiyasi bilan stonovka qilib beramiz.